La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh. Aşhadu la ilahe illalloh. Aşhadu Muhammad abduhu ve rasuluhu. Assalomu alaykum. Imom Mahdining ishqibozlari yo'qolmasa shu dinga qiziqadigan, men musulmonman deydiganlar bugun bitta video qilamiz. Zo'rroq bo'ladi. Asosiy Mahdini mani yangi qiladigan ishlarim to'g'risiga. Mani qiladigan ishlarim dunyoni O'rta Osiyodan mazhabiga olib kelish va yer yuzidan aroq, sigaret, narkotik, ribo, prosent, fohishabozlik, kazino, qimor o'yinlari, har xil Alloh man qilgan narsalarni yo'qotish. Buning uchun sizlarga sal video uzunroq bo'ladi. Keyin aytganlarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Mahdi chiqqanga tog'lardan oshib, qorlardan sudralib bizga ham kelingiz deganlar. Qani o'shanga ko'rib turman, hech kim ergashmayapti, bitta ergashadigan bo'lsa ham past-pastga qilib, at-pastga qilib o'tiribdi, qarab turibman. Bir ikkita yangi Ka'bani borib o'pdim deb yig'laydiganlar. Ka'bani egasi olib Ka'baga sig'inadiganlar, tinchlikka sig'inadiganlar haqiga gapiramanki, mana yer har bir qat yer masjiddir deyilgan, ya'ni mana shu yer yuzi hammasi islomga kelish kerak. Har bir yangi bitta otni izida joydan 72 mingta jon chiqadi degan qiyomat kuni, shundan inslar chiqadi degan, ya'ni Alloh taolo insonlar va jinlarni biz o'zimizga ibodat uchun yaratdik degan, ya'ni shayton deganing ham u yangi Allohning bandasi, Allohning quli. Men 40 yoshimga saylanganman, 41 yoshimga Alloh taolo saylagan. Men Alloh taolodan sanlar shayton deydiganingni men Allohdan uni duo qilib so'raganman gunohlarini. Ya'ni biz yet bo'lsak, u tirnoq degan. Shuni tirnoq bizlar bir-birimizdan ajralmaymiz deganmiz. Bunga hadis borki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har birlaringga jin bor deganlar. Keyin sizga ham bormi deb so'raganga, ha menga ham bor deganlar. Men uni o'zimga bo'ysundirib musulmon qilib olganman deganlar. Men sizlarga Balad surasini o'qiyman, 20 ta oyat va undan keyin nimani o'qiymiz? Baqara surasidan 5-6 ta oyat o'qiymiz. Agar Mahdiga ergashadiganlar bo'lsa, Mahdining vazifasi nimani bo'ladigan bo'lsalar, quloq solib turinglar. Keyin maqsadimni aytaman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu Balad surasi 90-oyat. Mana shu shahar bilan qasam, sen muqim turgan bu shaharlar va Valid va undan tarqalgan valadlar bilan qasam, ya'ni inson bolalari yoki boshqa jin inson bolalari, shu Alloh yaratgan maxluqlarga gap ketyapti. Bataq biz insonni mashaqqatda yaratdik. Biz insonni mashaqqatda yaratdik, ya'ni insonni hamma tillaga qilib, bir-birini tushunmaydigan qilib, mana yer yuziga men xalifa qilib Alloh saylagan, lekin sizlarga yetkazishim qiyin. Sizlar ham mana 1 minut 2 minutlik short xohlaysizlar, mana uzun videolarda har kim ham xohlavermaydi. Albatta bir ilmni o'rganadigan kishilar qiziqib xohlaydi. Nima uchun qilyapman? Shitobi bugun menga bir fitnasida turgan, halsga turgan ayol, u yaxshi ko'rganimsa, uni Alloh o'sha 40 yoshimga bergan, hozir 15 yil o'tgan bo'lsa, xo'jam ishim hal bo'lgan ayol, ishimni hal qilishim kerak. Oy bo'lindi deganni ham video qilgandim. O'sha oy bo'lindini bitta muroti maqsadi musulmonlarning bayrog'iga oy rasmi bo'lsa, musulmonlar uchun bo'linadi. Ya'ni bir tarafi Mahdiga bo'ladigan bo'lsa, bir taraf tinchlik parvarlar, bir taraf xuddi mana bu Yamannikilarga o'xshab kofir tuzumlarga qarshi kurashaveradi, Amerika, yevropalarga qarshi. Qolganlar tinchlik bo'lsa deb tinchlikni xudo qiladi. Lekin tinchlik bo'lmaydi. Shuni yaxshi bilinglar, Islohonda 70 ming yevroga Mahdi ergashadi, ya'ni Islohondan chiqib 70 ming yevro, ya'ni Dajjolga ergashadi degani mana shu kunlar bu. Mana shu narsalar bo'lyapti hozir. Tramslar Imom Mahdiylarmi yo Mahdiymi? Inshaalloh mana buni aniq qilib olishimiz kerak. Mehnat mashaqqatda yaratdi. Yangi kasal, befarzand bo'lib, mazir boladan so'raysanlar, butlardan so'raysanlar Alloh qolib. Lekin shayton deganing Allohga ibodat qilgan yolg'iz. O'shani o'qiymiz keyin. Bataq biz insonni mehnat mashaqqatda yaratdik. Insonga hech kimning kuchi yetmas deb hisoblarmi? U ko'plab mol dunyo nafaqa qildim deydir. U o'zini birov ko'rmadi deb hisoblaydilarmi? Biz unga 2 ko'zni va 2 tilni va 2 labni bermadikmi? Mana
mani gapirishim zarur bo'lgani uchun meni ham qistoga olyapti. Mana bir ko'zim og'riyapti. Biz unga ikki ko'zni va tilni va ikki labni bermadikmi? Mani da'vat qilishim, sizlarni kitob o'qishlaring berilgan. Mana shu dinlaringni mullalardan eshitib emas, mullalaring ko'r mulla hammasi ko'rib turibman. Chunki Mahdi kelib shuncha umri bo'lib qoldimi? Chunki mana shu qarama-qarshiliklar bor. Buni inshaalloh hal qilib beraman. Va biz uni ikki yo'lga yo'llab qo'ymadikmi? Yaxshi yomon yo'llarga Alloh taoloning o'zi undaydi. Mana shu oyatda o'ziga mana biz uni ikki yo'lga yo'llab qo'ymadikmi? Demak, yaxshi yomon. Yomon yo'l kimdir o'ldirish, bu yer xotinlar bir-birini masalan hal qilish uchun u bolasini ham o'ldirishdan qaytmaydi, o'yini yo'qishdan ham mana shunaqa bo'lyapti. Bas u dovon oshib o'tmadi deyapti. Mana inson hajga borishdan oldin men musulmonman deydigan inson dovon oshib o'tishi kerak. U sirli qilaman jannatgaman degan narsalarni yeyishdir. Insonni dovon qandoq narsa ekanini sen nima bildirdi? Dovon qandoq narsa ekanini senga nima bildirdi? Deyapti. Dovon nimadir? U qul ozod qilishdir. Mana shu 40 yoshimda men shaytonni bo'ynini so'raganman. Men xasroq inson bo'lsam, men deylik qarindoshlarga ham yaxshilik qilsam deyman, lekin o'zimdan ortmaydi, lekin o'rsa harakat qilaman. Lekin qul bo'yni kimdir? Bu sanlar shayton layin deydiganing u bitta yangi Rabboziyning qissasiga keladi. 7 qavat yerda ostiga bo'ladi. Ibodat bilan 7 qavat osmonga chiqib farishtaga dars beradi. Azazil farishtasi deyilgan. U kim bo'lishidan qat'iy nazar u yangi o'zi bilan tug'ilgan, kushak tug'ildi, ya'ni juft bo'lib tug'ilgan, xuddi odamning bolalariga o'xshab o'zi bilan tug'ilgan kishisini yaxshi ko'radi. Keyingi ularni qonuni bo'yicha keyingi tug'ilgan singlisiga uylanish, keyingi tug'ilgan bola o'z tengi qiziga uylanish kerak bo'ladi. Shuning uchun keyin u dinga berilib ketib Allohga yaqin bo'ladi. U imomi Allohga yaqini u sana layin deganing. Uni nimaga dushmanlik, bir-biringizga dushman holatga tushdingiz degan oyatni o'qiymiz keyin. Yoki ocharchilik kunda taom berishdir. Mana ro'za kunlarga berilyapti. Bunga ham kambag'allarga, qarindosh yetimga deyapti. Yoki tuproqdan qorilgan miskinga deyapti. Kambag'al kishiga, ya'ni nima ham aytganlar u kishi. Aytdilarki, eng yomoni qorni to'qlar oldiga qo'yilgan dasturxon deganlar Solixon domlalar. Mana shu yerga ana shu kishi aytgan gaplar turibdi mana. Kambag'allarga naroqroq bo'lib aytganlarga. So'ngra iymon keltirganlar va bir-biriga sabr, so'ngra iymon keltirganlar va bir-birini sabrga, mehr, shafqatga chaqirganlar bo'lsa deyapti. To'g'ri, iymon keltirib bir-birini sabrga, mehr, shafqatga chaqirish kerak, tinchlik bo'lsin deyapti. Lekin imomati chiqqanga qorlardan, tog'lardan oshib o'tinglar degan. Bir ikkita mana og'zimni yepadi, yopmoqchi bo'lgan misrlar bor, gapirsam lekin gap yo'qayib ketadi. İnşallah Allah qaysi azob bilan ham meni inshaalloh haqqi rost qiladi, lekin o'sha kungacha harakat qilishimiz kerak. Ana o'shalar o'ng tomon egalaridir deyaptilar. Ya'ni mehr shafqatga chaqirib, so'ngra iymon keltirganlar so'ngra iymon keltirganlar va bir-birini sabrga, mehr shafqatga chaqirganlar bo'lsa, ana o'shalar o'ng tomon egalaridir. Oyatlarimizga kufr keltirganlar va chap tomon egalaridir. Ularni chiqib bo'lmaydigan o't olov o'rab olgandir. Ko'zim yaxshi ko'rmayotgan o'zib turayman. Mazaq qilishganim uchun. Videoni o'qiymiz endi 30-oyatdan Baqara surasi. Yangi nima maqsad nima edi? Alloh taoloning maqsadi yerga insonlarni yashatish edi. Yerga yashatish edi. Mana shu rivoyatlar qiladi inson bir kunga o'sha tug'ilgan kundan boshlab islom qilsa bo'ladi. Haqiqiy kitoblar keldi. Qiyomatgacha Alloh Qur'onni va'da qildi. Mana shu Qur'on va hadislar bo'lishi kerak. Hadislar ham har xil hadislar bo'lgani bilan Alloh taolo kimga bildiradi? Menga bildiradi inshaalloh. Qolgan chalamlarni aytaveradi. Mana bu hadis ana bunaqa, mana bu hadis yo'q narsa devrit o'qigandir. Alloh ertaylab bo'lmaydi. Men tanlagan to'g'ri yo'l ertaylar orqali ham kimligimni aytib beraman inshaalloh. 30-oyat Baqara surasi. Bismillahirrohmanirrohim. Esla vaqtki Robbingning farishtalariga men yer yuzida xalifa qilmoqchiman dedi. Ular unda fasod qiladigan, qon to'kadigan kimsani qilmoqchimisan? Va holbuki biz senga tasbih hamd aytib va seni ulug'lab turibmiz dedilar. U men siz bilmagan narsani bilaman dedi. Mana shu oyatda o'zi 30-oyatda o'zi Alloh
yerga insonlarni yaratishni niyat qilgan. U jannatga yuruvdi, odam bir umr o'sha yashardi. U man qilingan daraxtga tegmagan taqdirga ham unaqa emasdi. Alloh o'sha taqdir qilgandi mana shu yerga yashashimizdan. Ya'ni viloyat so'zinga oyat deyapti, Allohning oyatlarida deyapti. Mana shu ko'rgan narsalar Allohning oyatlari. O bele as deyapti, suv sevgidir deyapti, suv sevinglar. Nima uchun? Mana shu yerga bola chaqang bo'ladi. Mana shu yerni qilish uchun Mahdiga ergashlaring kerak. Trampda Imom Mahdi emas, mani qilib saylab ishni bajarishlaring kerak. Hech bo'lmasa aytganimdek, like bossang, o'zi chiqib boradi. O'zi bosmasang ham chiqib boradi Alloh xohishi bilan. Mana shu yerdan, mana shu iymonlaringni o'zgartirdi manga emas, o'zlaring to'g'rilab olaylar iymoningni. Bu birinchi oyat va odamga ismlarni barchasini o'rgatdi, so'ngra ularni farishtalarga ro'baro qildi. Keyin agar rostgo'ylardan bo'lsangiz, ana ularning ismlarini menga aytib bering dedi. Ular o'zing poksan, bizda sen bildiradigan boshqa ilm yo'q. Sen bildirgandan boshqa ilm yo'q. Albatta sening o'zing bilguvchisan va hikmatli zotsan dedilar. Ey odam, bularga u narsalarning ismlarini aytib ber dedi. Ularga o'sha narsalarning ismlarini aytib bergan chog'ida men sizlarga osmonlar va yerlarning ismini bilaman va sizlar berkitgan narsalarni ham bilaman demabmidim dedi, ko'rabsan. Alloh aytadi, men sizlarga osmonlar yerning g'aybini bilaman va sizlar berkitgan narsalarni ham bilaman demabmidim dedi. Esla, farishtalarga odamga sajda qilinglar deganimizni bos sajda qildilar. Magar iblis bosh tortdi, mutakabbirlik qildi va kofirlik qildi. U Allohga yaqin edi, imom edi. U Allohdan o'zingdan boshqa sajda qilaman dedi. U Alloh yerga sajda qilgan bilan insonga sajda qilgan bilan nima o'zgarardi? Yakka xudolik bera yo'q bo'lardi. U yakka xudolik targ'ib qilgan, yakka Allohga ibodat qilgan Allohning quli edi. Va mana shunaqa chalg'anadigan joy bo'ladi. Hamma kelgandan keyin chalg'anib ketaveradi. U Alloh iroda qilsa do'zaxga, jannatga, do'zaxga tushaveramiz. U asosiy yerga insonlarni yashatishi edi. İnsanlar yerga yashash kerak. Yana inshaalloh boshqa planetlarga ham Alloh xohlaganicha davom etib ketaveradi bu. Mana shu tabiiy, mana shu loy-poy inson mana shu yerga yashash kerak. Suv saysan, ovqat yegising keladi. Demak, inson bo'lib yashashlik yerga nasib qilgan. U jannatga emas. Jannatga yashashga hech kim haqli emas. Biz ibodat uchun yaralganmizmi? Demak, jannatga ham qayerga bo'lsa ham ibodat qilishimiz kerak. Tamom. Kayf qilish uchun yaratilmaganmizlar. Biz bas sajda qilinglar, magar iblis sajda qilmadi. Sajda esla, farishtalarga odamga sajda qilinglar deganimizni bas sajda qildilar, magar iblis bosh tortdi, mutakabbirlik qildi va kofirlardan bo'ldi. Va ey odam, sen o'z jufting ila jannatdan maskan top. Unda nimani xohlasalaringiz yenglar osh bo'lsin va mana shu daraxtga yaqin kelmanglar, bas u holda zolimlardan bo'lasizlar dedik. Shayton shu daraxt haqqiga ham guruh qilamiz hozir. Shayton ularni undan ozdirdi va bo'lgan narsalardan chiqardi. Va biz ba'zilaringizga dushman bo'lib tushinglar, sizlarga yer yuzida qarorgoh va bir muddat huzur qilish bordir deyapti. Mana qarab, ba'zilaringiz bir-biringizga dushman holatingizga deganda insonlar ham bir-biriga dushman, shaytonlar ham bir-biringni yeb o'zingni ma'qul qilib ketaverasan. Mullalaring ham, shayxlaring ham 73 ta firqa. Buni qanaqa yo'l bilan olib kelish kerak? Mahdini qiladigan vazifasi Mahdini missiyasiga aytilgan yo'l bo'ptasini o'qisang, Arabistonga boradi, urush qiladi, mana qiladi degan birini o'ldiradi. Chunki o'sha payt 1,5 ming yil o'tdimi, 1,5 yildan buyog'iga hamma narsa ma'no beradi. Ya'ni Mahdini burnini burgutdi, o'zimda burni deyishning o'zing ham burnimni dunyoning mamlakatlariga burnimni tiqaveraman, burnimni siqaman. Dabba chiqadi degani ham dabba bitta o'dan bir dabbaday hech narsaga kuchim yetmasa ham mana vaqillab turaman, ya'ni lekin mosqirvoqqa kalungasi yana yer yuziga ham mosman. Bu ya'ni ayolga nisbatan ham, lekin ayolni men bilan yashatmagan, chashma kalugasi chashmani suvda pok kalunga qarshi kalugasi kalunga qarshi deb yangi man qilingan narsalarga qarshiligini bildirib turibdi. Inshaalloh bu
qarg'ish kun tabisin degani, ya'ni kun degan shu kunlar tarifida olingan o'sha yaxshi kunlar kelsin degani, yo'q bo'lmasa yangi bir fiqasi ham qamalgandi, mulolarga qarshi turgan Karamping prezidentlik kitobini yozdi. Bir tinga qimmat hojatxonaga ham ishlatilmayapti kitoblaring hozir. O'zini maqtab o'tib ketdi, yana keladigan Tramplarning ham bundan keyingi poshshalarning ham o'zini maqtab ketadi. Yer halokatga kelyapti. Yerda tinchlik yo'liga qachon bo'ladi, qachon menga bo'ysunsanglar urushlar to'xtaydi. Qachonki har bir qalb yer masjid deb Allohga ibodat qilishga qo'ysanglar, o'zlaring kelsanglar, islomga kelsanglar. Chunki islom Alloh taolo va'da bergan, qiyomatga saqlashni boshqa kitoblarda va'da bermagan. Ba'zingizdan dushman bo'lib tushinglar. Sizlarda yer yuzida qarorgoh bir muddat huzur qilish bordir dedik. Bas odam o'z Robbisidan so'zlarini qabul qildi, keyin u zot uning tavbasini qabul qildi. Albatta u tavbani qabul qilguvchi va rahmli zotdir. Yangi oy bo'lindi. 54-sura edim, Qamar surasiga ham aytdim bitta tafsiri, yangi oy bo'lindi deganing Alloh taolo oyda ikkiga bo'lishini ko'rsatishda bitta maxluqni ham qilar. Yangi Sulaymon alayhisalom yangi Horut Maruf faristalari bo'lgan. Yangi xizmatkorlar xizmatlarga ham shuni oyda ko'rsatish. U oyda bo'lib ko'rsatish osonmi sanlarga, yo bo'lmasa 28 manzilga to'xtatish osonmi? Amerikadan qarasang ham, beri ham qarasang 2 kunlik oymi, 20 kunlik oymi, har bittasi turishini o'zi mo'jiza. 28 manzilga to'xtatib qo'ygani, mana shuni bo'lib ko'rsatgani, oyda kalendar qilib bergani, yulduzlar bilan bezadik osmonni degan qanday chiroyli osmon, yer osmonlar turibdi. Alloh taolo maqsad qilgan. Inshaalloh shukronasini qilish kerak. O'zbek unaqa bo'ldi, o'zbek bunaqa bo'ldi, zo'r bo'lib ketdi deydi. O'zbek olimining tojik chiqqani bir-birini maqtaysanlar, o'zbek tojik menga bo'ysunishing kerak. Zo'r olimlarning chiqqanmisa, yo zo'r qoriy, qurroy, baloy, batarlarning chiqib qo'yamiz, unga yarasha o'zini Allohga ibodat qilishing kerak. Buni maqlash kerak, bo'ysunishing kerak mahdiga. Bo'ysunmasang farqi yo'q. Vayron bo'lasan. O'sha otqomi ham bizdan zo'rroq kim bor degandi. U kuchi bilan dabdala bo'lgansa, senlar ilming bilan dabdala bo'lasan. Mana shu Qur'onni olib ibodat qilib, kallangni yerga urib, ishqalab, yag'ir bo'lib, Ka'bani o'pib, shilib, o'sha toshni qo'yningga olib yotganing bilan yag'ir bo'lasanlar. Menga bo'ysunmasang, rasmon chiqib ketaveradi. Shuning uchun tezlashtir. Tezlashtir, like bos, podpiska qil. Negativ kommentariy ham yozinglar, faqat so'kinmay, normalni gapir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oy bo'lindi degandan maqsad, men oilada ajralib ketyapti. U oila ajralgan, men bilan qiladi, men bilan bo'ladi, farzandlar bo'ladi, mendan ham inshaalloh baliq burji balolar ser farzand bo'ladi. Lekin o'shaning uchun ham qarigan chog'imiz hanima yashaylik deyman. Chunki 7 yil desa 5 yil 7 yil ma'dan umri degan keyin ham shu bilan tugashi mumkin umrim. Yo'qmasa 40 yil yashaydi degan, 40 yil yashashimga ishonmayman. Misol kelib so'rasam ki Dajjal o'ldiradi. Dajjal bu antikrist, bu yoki Dajjal demokratik tuzum yelkasida tog'dek non bo'ladi. Tog' bitta tog' odam ko'tara olmaydimi? Yo'q. Biroq belgi 1,5 yil oldin ham to'bichoqacha belgi bergan shunaqa belgilarni Alloh bildiradi. Alloh taolo nima Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tilga yetkazgansa shuni yetkazadi. Sen bilmay qolding, bilib qoldingmi desang, imomat chiqqandan keyin olimlar bilan urush qilib talashadi degan. Xuddi mana shunaqa talash bo'lib ketaveradi bu. Asosiy maqsad yerda yashashligimiz. Dajjal bu demokratizm yelkasida tog'dek non bilan, non bu oylik yoki boylik hozir O'rta Osiyo musulmonlari nima uchun boryapti? Ya'ni O'rta Osiyo din mazhabi tarqatish uchun Yevropa, Amerika ishga boshyapti. Uni jannat do'zax esa jannatdir. Ya'ni narkotiklarga ham, tekillar, mekillar arag'ingga ham ruxsat beradi, bir-birini o'ldirishingga ham ruxsat beradi. Faqat advokating bilan oqlab olaverasan. Erkakka nikohlashga ham ruxsat beradi, ayolga ham hamma narsaga ruxsat beradi. O'zi mana ko'rib turibsanlar, talab yuribdi musulmonlar iloji boricha talayaptiki, yevreylar shitobi musulmon qora chiqmasin deb. Yana keyin aytilgan Payg'ambarlar surasi 96-oyat bu. Yevreyni o'ldiradigan Misr yangi firqalarga aytmoqchiman. Yangi o'zini imom shayxi Hafizulloh bola tutib olganlarga aytmoqchimanki, agar hozir musulmonlar, yevreylar birikib ularga O'rta Osiyo din mazhabini olishligini taklif qilmasak, Alloh taolo xuddi birinchi marta Mo'g'ul balosi bilan azoblaganda ikkinchi marta ham va'da berib qo'yibdi. Payg'ambarlar surasi Al-Anbiyo surasi 96-oyat bu. Xitoy Yajuj Majuj deganing tog'lardan oshib, dovondan oshib kelayotganini ko'rasan degan. Nima uchun? Ya'ni Mahdiga berikmasang, yangi ikkita quloq, yangi ko'z, ikki ko'z, yangi til nima berdik deyapti. Ya'ni fikr qilishing uchun Qur'on Karim ko'p joylarga afala taqilin degan, aqllaringni yurgizmaysizlarmi degan. Yangi jihod qilib bir-birini o'ldirib qon to'kishing uchun emas. Mani qiladigan yo'lim inshaalloh tinchlik yo'li bilan. Yangi qon to'kishlar o'tib ketdi bu. U yadro urushlari haqida Bug'rodan
ko'rinadi, ya'ni tuyani nimalari, tuyani bo'ynlariga ya'ni olov tegadi, yamandan chiqadigan olov deganga o'sha payt Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin o'sha voqealar bo'lgan deyilyapti, lekin bu Alloh bilguchi, Yaman hozir qarshi turibdi, kofirlarga qarshi turibdi, raketa paketa otishi mumkin deyman. Mana shunaqa bo'lsa kerak, Alloh bilguchiroq. Yadro qurollariga ham boradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oy bo'lindi degani oilalar buzilishi, ya'ni oy mana shu oy, men yerman. Suv ustida baliq ustida ho'kiz ustida yer turadi. Menga shu nima bor, ya'ni xarita. Bizda 9 raqamga tug'ilganmiz. 9 raqam nimani bildiradi? Onaning qonidan qiz, qorni to'q qiz, ya'ni homilador qiz to'q bo'ladi, yerga tegadi. Masalan, qorni to'q shishadi, 9 oylik bo'lib yerga tushishni bildiradi 9 raqami. 9 oyga masalan bizda 9 raqamiga tug'ilganmizda. Surxondaryo turadi. Surxondaryo mannom bor. Qashqadaryoga u birinchi hayotining egasi. Keyin Chashma suvni nomi ham, keyin Vadali burjiga, Qovg'a burjiga farzand tug'iladi inshaalloh bu. Keyingisi sentyabrda tug'iladi degan, sentyabr Deva Parizod burji deydi. Masalan, suvda baliq turadi, u 9-marta tug'ilgan Baliq burjida, 9-mayga o'g'lim tug'ilgan, 9-ho'kiz burjiga, ho'kiz ustida yer turibdi. Men yerman, 9-yilda tug'ilganman. Menda 6-siyot bor. Inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shunaqa xarita sizlarga. Oila buzilaveradi, oilalar buzilaveradi. To menga bo'ysunmaganlarcha ketaveradi. Qanchiqchalar mana bunaqa imomlaringni ko'rib turibman, Qur'on Karimni biron joyiga yodiyapti, qaynta xizmat qilish. Endi naql deyapti hozir kelinlar ham. Sanlar ham misrunchi yuraveradi, kelin ham ketdi deb kelinlaring yuraveradi ko'cha, mashina minaman, boshqa anaqa fohishalar ko'payib ketdi. Kallasiga hijobni o'rab oladi, ana shunaqa videolarni YouTube'ga tarqatib, TikTok'ga satayotganlar ko'payib ketdi. Onasini eshak qolaganlar 1.85 bo'yli govdali, ya'ni yigitlarni xohlaydigan, kachoq puldorlarni xohlaydigan, u puldorlar hozir fohishalar nikoh orqali fohishalik qilyapti. Mana shuni yo'lga qo'yish kerak. Bitta yetadi, bitta. Ikkita o'tib ketdi u ertaklarning. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.